Nozimaning uyini atrofidagi kameralar ko'zdan kechirildi. Kameraga tushib qolgan noma'lum shaxslar kimlar? Nozima bo'yicha hozir qanday holatlar olib borilmoqda? Ba'zidan registratsiyangiz chiqmasdan qiynayaptimi? Registratsiyangizni qilib beradigan 10 yillik tajribaga ega ishonchli professionallarni sizlarga tavsiya qilamiz. Moskva, Podmoskva, Piterda registratsiyani bazaga kiritish, трудовой договор, уведомление, запрет, tibbiy sug'urta olish va 20 dan ortiq xizmatlari mavjud. Darhol ekrandagi raqamlarga Telegram yoki WhatsAppdan yozing, ishingizni mutaxassislarga topshiring va xotirjam bo'ling. Kimlar gumonlanmoqda? Mana hali bola karta o'ynagani kirardim buni uyiga dedi. Mana karta, o'sha kartami? Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Ikkita gumonlanayotgan shaxs hozir qayerda? Aziz yurtdoshlar, shu va shunga o'xshagan ko'plab savollarga albatta bu uzun video orqali javob olasizlar. Vaqtlar bemalol bo'lsa o'tirib, boshidan oxirigacha to'liq ko'rishlarni tavsiya qilaman. Sababi vaziyat jiddiylashmoqda. Bora-bora jinoyatchilar yaqinlashmoqda. Bora-bora haqiqatan ham Nozima o'z joniga qasd qilmaganligi va buni nima sababdan o'ldirganligi hammasi o'rtaga chiqadi. Faqatgina bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz bas. Malol kelmasa ikki og'iz fikringizni kommentariyaga yozib, videomiz kengroq yetib borishligi uchun bir dona like bosganlarga Alloh rozi bo'lsin. O'sha like bosgan barmog'inglar kecha-yu kunduz o'zingizlarda shaxsiy dollaringizni sanashini Allohdan tilab qolaman. Like uchun kattakon rahmat. Biz esa sizga videoni to'g'ridan-to'g'ri taqdim qilamiz. O'zingiz xulosani chiqarib olasiz. Javob uyda bo'lgan. Labbi. Javob. Hozir men bu alaykum assalom tashaddingiz detektivga Nozima masalasi bo'yicha Koreyada deb o'sha gazeta nimalarini Adminlar tashiydi-da, to'g'risi. ha o'sha adminlar tashadi. O'sha bu gazetani ichida hali u narsa yozilgan narsa emas, prosta qo'yib qo'yilgan narsa endi chiqadi deyilmoqda. To'g'rimi, shunaqami? Ha, hozir bittasi mana chiqib menga hozir buni perevod qildirib, ne dalilus al deydi. Nozima haqida yo'q-ku. Odamlar sal farosatni ishlatsa yaxshi-da. Gruppaga ham kirib olishib, rosa bo'lgan nima gaplarni gapirayotishibdi. Hozirgi vaqtdagi nimalar qolib ketib, oldingi mana Nozimani mamnaqa qilgan, mambitta bo'lgan, singan, butulka otgan, savolim shu, 2 marta gapirdim shu gapni, odam charchadi-da, eski mavzuni ha deb chaynaverishdan-da. Hozir mana Jamshid glavniy hozir shu kerak, mana shu ish ochilishiga. Avaz o'shalar shu tema haqida gap ko'tarilsin desa, yo'q. Ba'zilarga yoqmayaptimi, yo atilab qilishyaptimi? Nima deydi? Atidan qilishyapti-da, o'qish kerak. Bu deydi, hozir bu yerda jinoyat bormidi, yo'qmidi deydi. Bu bo'lgan voqeada. Shu savolmi? Savob bor deydi. Shunaqa paytda savob ish bo'lgan deb qo'yish kerak. O'zlashni o'qish kerak. Javohir aka, Dela degan qiz ochiyorsiz deyapti, iltimos qilyapti. Sizlar qani? Hozir endi bo'lsa o'sha gazetani bu aldayapti deb, endi mana shunaqa chiqarishyapti. Yolg'on gapiryapti deb. Odamlar sal qo'rqinglar xudodan. Yo'q, qaysi nimani aldayapti deb iltimos hech kim ochmaymiz, hozir gaplashyapmiz, gap bo'lmay turinglar o'rtoqlar. Hozir shu adminlar tashagan gazeta, mana koreyscha gazetani buni nimaga solib, perevodini qildiribdi-da, video qilib menga tashabdi. Shuni dalilingizga tashab qo'ying-da, deyapti. Nima aldayapti? Shu yetishmagan turda yozganda nima aldayapti? Bu yerda Nozima haqida gap yo'q-ku deydi. Siz bu yerda Nozima haqida mana gazeta chiqdi deb chiqarmadingiz-ku. Tashab bersam o'qidim deydi. San yo'q, buni sal qilyapti. Yo'q, siz to'g'ri tushuning. To'g'ri tushuning, opam, biladi, mana bunaqa narsa bor-da.
qanaqa tushuntirsam ekan, miyasida qo'pol qilib aytganda, rost aytsam nosog'lom insonlar ham bor-da, nosog'lom odamlar ham bor. Unaqalarga avvalambor rahmimiz keladi-da birinchi o'rinda. Chunki 5 kere 5 25ligini misol hamma biladi. 2 kere 2ning nechiligini hamma biladi. 1 ga 1 qo'shib nechiligini hamma biladi-da. Bular hali ham o'sha narsani hisoblashadi, tushunasizmi? Bunaqa odamlarga e'tibor berishi o'zi noto'g'ri. Bunaqa odamlarga Hatto. e'tibor berish kerak emas. Bular o'zi Allohni o'zi urib qo'ygan, Allohni o'zi shunaqa bularga yoki dard berib qo'ygan. Bo'ldi, o'zi Allohni o'zi ko'rsatib qo'yganda, endi bularni bizni dash qiynashimiz noto'g'ri-da. Mana shunaqa narsalar tashlayapmiz, ular qiynalib ketishyapti. Tushunasizmi? Mana hozir mana yozib qo'yganmiz-ku, mana misol hozir Nozima qaytib keldi desa ishonadi, ishoning bular. Bular shunaqangi insonlar, Nozima qaytib keldi desa ishonadigan odamlar-da. Shu darajada ham inson Ha. bo'ladimi ya? Shunaqa odamlar ham bor-da. O'shaning uchun Endi голосовой tashyapti. Hozir. Javohir aka. Bular Голосовой tashlang, harom kanalga qo'yib yuboramiz. Anaqasini tashlang, kanalga qo'yib yuboramiz. Shunaqa fikrlaydigan Mana odamlar. hozir uzundan uzun голосовой tashyapti hozir. Mana o'qing desam Mayli. o'qidim deydi. Tarjimalari o'zbekchada yo'q, u Nozima haqida deydi. Voy. Yo'q, mana qarang, ungacha bunaqa deyish kerak-da bu. Ulardek sodda odamlar. Javohir aka, assalomu alaykum. Firdavs aka gapirmoqchi ekan, gapirsin. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchab yotibsizmi? Rahmat. Aka boshlagan ishlaringiz xayrli tugasin. Aka biroz rahmatimni aytib qo'ymoqchiman. Uncha gapga usta emasman. Hozir opaga ayttirib ochtirdim. Aka 2024-yil 13-martda yozgan ekanman aka sizga 2 yildan beri podpisanman aka, eslolsangiz agar Jasmine Transda xulosasi, ekspertizasi xulosasi chiqqanda aka tarjima qilgandim. Tarjimamda adashmasam istoriyasiga qo'yuvdingiz. Aka media kanseri, oshqozon raki boshlangan deb qo'yuvdim, esimda bo'lsa aka. Esingizda bo'lsa mana hozir sizga yozdim aka. Assalomu alaykum deb yozdim aka. Bitta ko'rib oling aka. 2024-yildan beri Hop. yozib kelaman aka. Boringizga shukur. Biroq hech qanaqa gapim yo'q aka. Qo'llab-quvvatlab kelaman degan maqsadda aytyapman aka. Turkchani yaxshi biladiganlar bormi deb yozganingizda aka, birinchi o'zim yozdim. Medi oshqozon raki bilan kasallangan deb yozgan edim. Mana sizga hozir assalomu alaykum deb yozib yubordim aka. Yana qaytadan. Bo'ldi, rahmat aka. Boshlagan ishingiz. Kuzatib boryapman aka. Boshidan 3 yildan beri, 2024-yildan beri podpisanda ekanmiz aka sizga. Boshlagan ishlaringiz yaxshi bo'lsin aka. Mana o'zim Amerikada edim aka, bu yoqqa keldim. Florida, Miami shtatida edik aka. Azamat aka Asadovlar bilan birga ishlaymiz aka. Tadbirkorlik forada. Samarqandlikman aka. Xudo xohlasa ko'rishib qolamiz aka. Xudo xohlasa. Bo'ldi. Rahmat akajon, xudo xohlasa kelsangiz Samarqandga bir piyola choyim bor akajon. Bo'ldi, rahmat. Kuzatib boryapmiz aka, qanaqa yordam kerak bo'lsa bir chekkada turmaymiz aka. Xudo xohlasa yordam beramiz aka, nima yordam kerak bo'lsa akajon. Boringizga shukur. Faqat eshitib o'tiraman shu yerda mana aka. Rahmat, xursand bo'ldim. Rahmat, hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi. Aha, bering savolingiz bo'lsa. Mas chatda boya aytdingiz-ku, men yo'lda eshitib ketayotgandim deb. Boya bitta ayol savol berdilar. Agar eshitgan bo'lsangiz, shu Nozimani oyisi uyiga borganlarida, u uy Nozimani uyimida aniq yoki o'sha 10-etajda olishgan-ku uyni. Yoki boshqa etajimida aniq o'sha uymida deb savol berdilar-da boya. Yo'q, aniq uy emas. Chunki uy yopiq, uyga hech kim kirgazishmagan. O'sha menimcha boshqadan yashayapti o'sha yerda. Xuddi o'shani tepasidagi uyda, xuddi shu bir xil anaqasi, xonalari, ko'rinishlari bir xil bo'ladi-da. O'sha oynani qanaqa baquvvatligi, hamma narsani ko'rishdi. Даже anaqa nimalarga ham osilib ko'rishgan, o'sha qiyshayib ketgan turniklarga bor-ku. Turnikda dushman vannaning o'rtasini ajratib turadigan o'sha oyna bor-ku. Oynani temir nerjaveykaga o'xshagan narsa u ham osilganda o'sha ezilib ketyapti. O'sha narsani ko'rib tekshirib ko'rishdi-da. Rahmat. Tohir aka, odam ko'taradigan narsa emas-da, oynani zo'r o'chab turadi-yu. Shunaqa ko'tarmaydi. Nimaga odamlar ishonmaydi shu narsaga? Yo'q, Nimaga odamlar ishonmayapti shunga? Ko'pi ishonmayapti-da. Hayron qolaman-da. Qanday odam qo'l yetadigan joyga o'zini osishi mumkin? Demak, bo'lgani stol qo'yib chiqargan tepaga. Vobshe bu ertakda ishonmaydigan narsa.
Ha. Endi ular ham o'zini dunyo anaqasi qarchi bilan shundan o'lchab qilishganda, hamma o'zini qarchi bilan ish qilib tutadi-da. Ularni dunyoqarashi shunaqa bo'lgan, stolga qo'yib chiqib anaqa qilishgan. Menimcha misol Tikoga mashinasiga chiqish uchun ham menimcha spoiler qo'yishadi-da ular. Ishonasizmi? Stul qo'yib keyin mashina Tikoga chiqishadi. Shunaqa ish Meni bor-da. Hozir masalan Tiko mashinaga chiqish uchun ham stul qo'yasiz, birinchi keyin chiqasiz-da. Hozir bular shunaqa ish qilishdi-da. Dem bo'yi Nozimani bo'yi baland qiz ekanda 1.77 deyapti. Meni bo'yim 1.65 shunaqada. Даже meni qo'lim bemalol yetadi unaqa joyga. Meni qo'lim yetadi. Mendan Nozima 1.10 santimetrmi baland qiz ekanda. Shu narsa shart emasda stol qo'yish. Dem bo'yi o'sha stol ham tikka turibdi-da. Uyam shu- mayli, Qozog'istonlik odam eshikka sim yozgani chiqdi-yu. Javohir aka, Dila degan qizni qo'shasizmi? Nega? Gapim bor deydi. Menga yozdida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Anaqa savolim bor edi. Oxirgi kanal oxirgi postida avaz to'g'risida yozilgan-ku, ana tashaldi. Nima edi? Advokatlarga telefon qilib, nimaga meni qo'llayapsanlar deb. Bu to'g'risida ma'lumot olsak bo'ladimi? O'sha ma'lumotni yozib qo'ydik-ku, sening ma'lumotni. Yo'q, faqat shuni o'zimi demoqchiman-da. Ha, xuddi shuni o'zi. Ko'proq narsa bo'lsa ko'proq yozardi. Telefon qilgan, bizning advokatimizga telefon qilgan. "Ne meni qo'llayapsan? Men politsiya tergov chaqiryapti-yu" desa, politsiya aytgan. Agar tergov chaqirayotgan bo'lsa, hoziroq borishing kerak, tez borgin degan, bo'ldi, qo'yib qo'ygan. Bizning advokat reska qo'yib qo'ygan, buni eshitib o'tirmasdan. Rahmat. Savolim bor edi, yana Sherzod ham chaqirilyaptimi tergovga? Uni bilmadik, lekin to'g'risi, agarda bizga advokat aytadi, kim chaqiryapti, kim chaqirmayapti. Hozir prosta bitta narsa, tergovni hammasini chaqirish uchun hozir xursand bo'lib turibdi. Bemalol yurgan bo'lishi mumkindir, boshqa narsa bo'lishi mumkindir. Bizning advokat oldin bularni rasosini chiqarish uchun qo'pol qilib o'tganda, hamma narsani perevod qilyapti deb aytdik, to'g'rimi? Juda ko'p narsada aytdi. Ular perevod qilgungacha bularni u ko'zi orib ketadi-da. Shuncha 12 ta seriyani perevod qilish kerak. Bu yerdaga bizning primoy efirlarni bilan perevod qilish kerak, kerakli joylarni, endi hammasini emas, kerakli joylarini. Xo'p, bundan tashqari haqorat qilgan joylarni perevod qilish kerak. O'sha narsalarni haqoratlaganlarni o'sha qilib bo'lishdi. O'sha bo'yicha ish ochib bo'lishdi. Endi men убийство bo'yicha bu nimaga unaqa, nimaga bunaqa qilib hozir tayyorlayapti. Advokatlarni ishi ham u yerda oson emas ekan. Keyin yana bitta narsani biz surishtirdik. Ya'ni Koreyadagi politsiya agar rostakazan ishlaydigan bo'lsa, baribir ular jim turar ekan, jim turib hamma narsani yig'ib turib bitida ko'tarar ekan. Go'yoki hech narsa bo'lmagandek, ular hamma narsani aniq qilgandan keyin ko'tarar ekan. Agar ishlaydigan bo'lsa, endi o'zini fuqarolarga nisbatan aytyapman-da. Hozir advokatimizga biz ham endi qo'l qo'yamiz. Advokatga aytyapmiz, mana shunaqa narsa bor. Meni shoshiltiradigan bo'lsangiz, lutf men ishlamayman deyapti advokat. Bu yerda shoshiltiradigan narsa yo'q deyapti. Bu yerda itak shundoq ham o'zi tez ishlayapti. Advokatdan xuddi men sizlarga aytgan gapni aytyapti-da. O'zi maksimal darajada ishlayapti. Bundan shu tez bo'lmaydi. Bitta uje mayt ko'milib ketilingan. Buni hozir noldan olib chiqishimiz kerak edi. Hozir kameralarni endi bularni o'zi ham, advokatlarning o'zi ham politsiyaga gumon qilyapti-da, shubha qilyapti. Shu bo'yicha hozir bundan ham yuqori turuvchi tashkilotlarga hammasini bitta qilib udar qilyapti-da. Anaqa tabiiy japan Faqat vaqt degan kerak. nima ham ochsin, mana zarur gapim bor deyapti. Sen ochsin diyormaylar, ha deb o'zlari ko'rib ochadi hammani. Nozimani akasi deyildi-ku, oxirgi anaqangizda hozir qidirilmoqda deyilgan. O'sha bolani militsiya orqali qanaqadir qidiruvga berib topsa bo'lmasmikan? Bizni politsiyadan so'raganmiz, ya'ni opani o'zlari so'raganlar, Feruza opa. Bu kim deganda Jamshid degan politsiya xodimlari. Xo'p, Jamshid bo'lsa, sen buni tergov qildingmi desa, politsiya yo'q degan. Hozir o'sha narsani yo'q deganligi ham uni o'ziga minus. Endi o'sha advokatlar ham guvoh bo'lib turgan bu narsaga. Endi advokatlar nima uchun buni sen bermagansan tergovga deb, endi buni ham berishyapti. Hozir Jamshid bilan qattiq yozishyapti. Bu mana onasiga yozgan narsalari bor, men xabarim yo'q degan gaplar bor. O'sha narsalar ham tarjima qilinyapti. Onasi yozgan. O'sha narsani tarjima qilyapti. Bu bola aytayapti-ki, "Yo'q, men ishlaydi, meni xabarim yo'q" deyapti. Mana endi lab etib anaqada tushib qolgan kamerada. Demak, o'sha bu yaxshigina shubhali narsa. Mo'sh buni ham qo'li bordir degan gumonga boradi bu odam ham. O'shaning uchun hozir advokatlarimiz hozir uni ham anaqa qilishyapti. Uni ham jela qilishyapti. Jela bo'lganda ham o'tda jiddiy ayblov bilan jela ko'taryapti advokat.
Prosta endi mana bunaqa narsa-da. Boshida zo'r ketdik, to'g'rimi? Mana hammanglar kuzatdinglar. Noldan tas qilib har kuni zo'r narsalar, jinoyatni ochib oldik-da, to'g'rimi? Nimaga unaqa bo'lgan qilib ochib, toki ana 10 yillik yig'gan Instagramini nechidir millionlik narsasini bir kunda keyin yoptirdik u narsani, to'g'rimi? Olib chiqyapmiz, zo'r ketyapti. Bo'ldi. chiqqanda ancha oxirgi Chaynab, qo'yganda cho'tki qilib, og'ziga sop qo'ydik chaynab. Bo'ldi. Endi advokatlar endi buni ustida ishlayapti. Endi bularga ham ozgina vaqt beraylik. Agar men o'zim hozir erta advokat, erta prokurori bo'lganimda mendan so'rasanglar bo'lardi. Davay, nima bo'ldi? Nega ketmayapsan? Mana xuddi sizlar kutayotgan narsani qarab turibman. Chunki sizlar bilan biz bittamiz. Biz birga ishladik sizlar bilan. Mayda detallargacha e'tibor berdik. Shak perod qilurdikda bo'ldi, ularni tupiga tiqib bo'ldik-da. Endi ularni sud qilish uchun biz samosud qilmaymiz-ku. Biz o'qimishli insonlarmiz, dunyo qarashimiz keng odamlar bor, buni urib o'ldirmaymiz-ku. To'g'rimi? Qonun tarafini endi kutyapmiz. To'g'rimi? Ana o'sha narsani advokatlarga topshirdik. Bo'ldi. Qani endi biz ularni sizlar bilan birgalikda men ham kutyapman. Orada bir nima yangilik bo'lsa qo'yyapman. Boshqa yangiliklar ham bor orada. Bu narsani qo'ya olmayman, etolmayman. Shunaqa joylari ham bor-da. Hozir hamma ish qilib bo'ldik. Qani ularni endi destasini ko'rsak bo'ldi o'rtoqlar. Prosta ozgina sabr. Xuddi sizlarga o'xshab, mana sabrim chidamayapti. Tezroq bilan yopish kerak deyapman-da. Hozir advokatga aytsam, "Sen menga deyapti bir 2 haftacha menga muhlat bergin" deyapti. Hachab 2 hafta, bu 2 haftada bitadigan ish emas-ku, o'zing tushunasan-ku deyapti. 2 haftacha bizga muhlat ber deyapti. Men perochka orqali gaplashib ham ko'rdim-da. Nima qilamiz deyapti. Yaxshi zo'r yangiliklar bo'ladi. Bo'ldi dedim, men bu odam boshqa boshini ortmaydi dedim deb boshqa telefon qildirib turmadim u odamga. Endi men karsani tushunmayman, perochka orqali gaplashyapmiz-da. siz endi hozir Johir aka yopilib ketgan ishni qaytadan ochdingiz-da, oson ish bo'lmadi-da bu, to'g'risi ham. Ha, u уже ko'milib ketib bo'lgan narsa. Ko'milib ketib bo'lgan odamni hozir bizda temborlarga yo'q joydan o'sha arzimaga mana shu videolaridan mayda detallaridan olib chiqdik-da. Bu oson bo'lgan narsa emas, bu mayda detallardan beraman. 1,5 oy bo'lgan bo'lsa, mana shu salkam 2 oy qarab ketayotgan bo'lsa, mana 4-nimada 2 oy bo'ladimi? To'g'ri aytyapmanmi? O'zi bo'layotgan yo'q-da bu narsalar. 4-mart kunida Qaysi dunyoda eshitgansizlar bitta ubiystvani bo'ldi, 1 oyda borib qamab qo'yganini? Qaysi davlatda unaqa davlat yo'q? Ko'zi bilan ko'rgan bo'lsa ham, mana misol nima deydi, ani Asalxonini ham o'ldirib ketishdi, esingizda bo'lsa. Aniq bo'ldi, bitta dushashgan, o'zi aytgan, to'g'rimi? Bo'ldi, men o'ldirdim deb o'zi chiqqan. O'shani ham 1 oyda qamashmagan, oradan nechidir yil o'tib, keyin uni hukm o'qilgan. Bo'lmasa aniq. Mana yana shunaqa ubiystvolar bo'ladi, mana politsiyskini o'zi ko'rdi, to'g'rimi? Kimdir qoniga pichoq tiqib qo'ydi yoki qorniga tiqib qo'ydi, bo'yniga tiqib qo'ydi, o'ldir. Politsiya ushadi, bo'ldi, aniq bu yerda qotil. O'sha kuni sud hukmi o'qilinmaydi. Uni tekshiriladi. Balkimdir uni kimdir o'ldirishga majbur qilgandir. Bu odamni o'zini. Tushunyapsizlarmi? Hozir men Sherzodni o'ldirib qo'ygan bo'lgan taqdirda ham, uni hamma ko'rgan bo'lgan taqdirda ham misol qilib aytyapman-mi? Tushunyapsizlarmi? Birdaniga bo'ldi, sen o'ldiribsan deb politsiya uni qamamaydi. Buni kim unga zastavit qildi? Balkim kimdir seni o'ldiramiz, borib buni o'ldirmasang degandir deb uni chatlari tekshiriladi. Tushunyapsizlarmi? Uni orqasida turgan odamlar, bu oddiy narsa emas-da. Asli hali 2 oy bo'lgani-yu, bir pasda natijani kutyapsizlar-da. To'g'ri bilyapman, qiziqyapsizlar, tezroq bo'lishini xohlayapsizlar. Lekin iltimos, bu serial kino bo'lib ketdi demanglar-da. Bu serial kino Javohir. narsa emas-da. 12 ta seriyada ko'rdik, lekin nima qilganini, qotillar qanaqa bo'lishini 12 ta seriyada ko'rdik birpasda. Odamlar yig'lab bordi, Koreyaga qaytib borib maosh qilib chaqirsan. 12 ta seriyani har bir sekundini biz ko'rdik. Ular prosta taklifni taplab video olishgan-ku. Hech narsani bilmay IQ-ni ishlatmasdan olishdi-ku. Ana o'sha 12 ta seriyani endi tasavvur qiling, 12 ta xonani kimdir kelib bardak qilib ketdi. Misol mana men gastnitsada ishlayapman, tozalovchi bo'lib ayting. Bitta xonani kimdir bardak qilib ketsa, meni nechidir vaqtim ketishi mumkin uni tozalashga deylik. 12 ta xonani kimdir misol bir kunda g'asosini chiqarib ketgan bo'lsa, menga ancha vaqt kerak-da uni tozalab paratga qilib qo'yishimiz uchun, to'g'rimi? Xuddi shu narsa bo'ldi-da, rasos chiqib ketgan har bitta seriyasini sekundini ko'rishimiz kerak. Endi biz ko'rib bo'ldik, biz tahlil qilib bo'ldik. Endi tasavvur qilinglar, hali uni endi advokat ko'rish kerak. Bechora tarjima qilish kerak hali yetmaganiga u. Dokumentni yopib kelgan u. Ha, bu yoqda opamizga qo'l qo'yib kelganlar. Dabdalasini chiqarganlar. Ha, advokat hayron bu yoqdan. Qanaqasiga davom yo'q deydi. Kimga bergansizlar davennisini deb. Shu juda og'ir. Bitta mutaxassis sifatida aytaman. Nima mutaxassis sifatida? Ana shu o'qiganman aka. Nu nima mutaxassisligingiz nima?
akademiyalarda o'qib chiqib bu sohadan ketmaganman. Mana meni fikrim, aka. Siz pastidan birsigacha уже qilverdingiz bu ishni. Sudebniy protsess. Bu yog'i endi Koreyani tergovchilariga bog'liq ish qolgan. Bu har kuni nima bo'ldi deb so'rab o'tiradigan joy emas-da. Ha, yashang. Yashang. Aytdim. Aka, siz katta mehnat qildingiz. Shunga rahmat, addushi. Bu bizning vazifamiz o'rtoqlar. Bu bizning burchimiz, erkaklik burchimiz, fuqarolik burchimiz, insongarchilik burchimiz. Bu bo'ldi, bizni kimdir o'tib ketyaptimi? Bo'ldi, o'zini aybi bilan o'lgan bo'lsa, ha, bo'ldi, o'zini aybi bilan o'libdi deb tasdiqlanadi. Misolda, kim bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonda bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi? Yo'q, lekin bu yerda hamma narsa bo'ldi. Biz befarq bo'lishimiz kerak emas. Qonuniy yo'lini tutishimiz kerak. To'g'ri. O'zimning ishimni, hozir mana bu aka aytganlaridek, o'zimning ishimni maqtash emas, mana. Bu ishni o'zini boshi va oxiri bo'ladi. Bu narsani ham ishi ham boshi va oxiri bo'ladi. Men o'zimning ishimni boshida boshlandim, ikki tomonni eshitdim, kerak bo'lsa debatga chaqirdim, surishtiruvlarni. Bular hammasini advokatga topshirib qo'ydim. Endi men prokuror emasman-da, o'rtoqlar, to'g'ri tushuninglar. Men sud emasman-da, unga bor hukm o'qib qo'yadigan. Bo'ldi, bu yerda adolatni kutamiz. Ko'pchilik aytadiki, haqiqatni adolatni adashtirib qo'yishadi. Haqiqat yuzaga chiqib bo'lgan. Nina bilan quduq qozilgan gap yo'q. Nina bilan quduq qazildi. Yo'q, narsadan bor amallab quduqni qazib qo'ydik. O'sha quduqqa bilan tushirib qo'ysa bo'ldi. Keyin uni yopamiz u quduqni. Kanalizatsiyaga yopib qo'yamiz. Aka. Albatta, lekin zo'r ishladingiz. Anaqasi ham yo'q. Gapirganida taxlab chaynab berdi-da, bular yutib qolgan. Shuni yutishga qiynalishyapti. Mayli, vaqt kutamiz endi. Adolat qaror topadi. Hattoki onaxonga o'sha politsiyaga beradigan savollarini ham tuzib berdim. Opa, mana eng muhim savollar mana shu 14 ta 15 ta savollar. Mana shu savollarni bering. Agarda bu savollaringizga bular javob beradigan bo'lsa, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Men bu sohani yig'ishtirib chiqib ketaman dedim. Opaga shu narsani aytdim. Agar men savollarimga ular javob bera olsa, nega unaqa deyapsiz? Siz men savollarimni bering. Agar bu savolimga bular aniq-tiniq javob bersa, men o'sha kuni Instagramga o'chirib chiqib ketaman dedim. Mana opa guvohlik berdi opa. Bo'ldi, yozing dedilar. Yozib opaga berdim. Ruchka qog'oz yozib olib berganlar. Bittasiga ham javob bera olmagan. Hattoki bittasiga ham. Baraka toping, aka, baraka toping, boshqa gap yo'q sizga. Qachon jinsiy aloqada bo'lgan eng oxirgi martasi bu eng muhim narsa. Xo'p, kimni tergov qilingan? Bu eng muhim narsa. Xo'p, xonaga kirgan bo'lsa, nimaga misol nomerni qo'yib hamma yog'ini anaqa qilib pechatlanmagan. Yana bitta narsa. Xo'p, ekspertizani kim qildi? Xo'p, ekspertiza qilgan bo'lsa, mayli, xo'p, o'zini o'zi osganda ossanlarmi? Qani o'sha nimada osgan? Qani o'sha osilgan rasmi yo'qida? Yo'qida qani do'postligingiz qani mana ekspertiza qonuni yorib tashlabsiz. Do'postli rasmlari bo'lishi kerak. Ekspertiza xulosasini ko'pchilik ko'rgan-ku, biladi-ku ekspertiza qanaqa bo'lishini. Nima olindi, nima qo'ydi, nima ukol yuborildi. Hamma narsa bo'lishi kerak edi. To'g'ri. Siz she'rga savol berganingizda, anaqa gaplar promoda gaplashganingizda men uyimga ketyotgandim deganda, lekin u yoqda videoda men yashardik, birga ro'zg'or qilardik deganda, gapida ham ikki xil chiqqanda uni. Yomon tupikka tiqqansiz, xullas, har tomonlama ularni. Bular o'zi aslida o'zini o'ziga tupikka tiqib qo'ydi-da, o'zini o'ziga tupikka tiqib qo'yishdi. Har xil gaplar gapirishdi. Biz prosta o'zligini gapirgan gapligidan savollar berdik. Fohisha dedi. Bo'pti, xo'p, isbotlab bera olasizmi? Yo'q deyapti. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi bizga. O'zini o'zi osganga o'zi ishonasizmi dedim, to'g'rimi? Mana o'sha avazga savol berdim. O'zini o'zi osganga siz o'zingiz shaxsan o'zingiz avaz bo'lib ishonasizmi desam, yo'q deyapti. Balkim bo'lar, men buni politsiya anaqa qilish kerak yoki deyapti, hukm chiqarish kerak deyapti. Yo'q, o'zingiz ishonasizmi desam, shu bilmadim, shu to'piga kiryapti, o'zini savoli. Lekin o'zi boshida nima deb chiqqan, uning seriyasini boshida o'zini o'zi osib qo'yibdi dedi. Boyagani Iroda opani gaplari-da, bo'ldi, bitta gapga ishon, bu odam ham o'sha gapga ishonib olib chiqyapti-da, tushunyapsizmi? Hop, qani ishongan bo'lsang, qani ko'rsatdimiz. Keyin ketidan o'sha boshqa narsalar kelib chiqyapti. To'xta deymiz. Aybi yo'q odam, rostagazim xolis bo'lib chiqqan odam. Bo'ldi, bu o'yindan damni chiqdi. Dam bo'pti, mayli, agar qotili botdi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, to'g'ri, davay, o'sha yerda o'ziga kameralarni ochib, mana deb isbotlab berishgan bo'lardi. Davay deb arizalar kiritib, yoki bular o'ziga borib politsiyaga chaqirib, mana deb efirlarni yoqib turib. U politsiyaga kirib chiqishyapti, bundoq anaqasini ko'rdik. U misol men ham hozir bolnitsaga bundoq kiraman-da, o'sha yerda ozgina turib, kimdirlarga salom alaykum deyman, yana qaytib chiqaman. U natija emas, u fakt emas.
keyin yana bitta savolim, Nozima bu uyga yangi ko'chgan ekanlar, menimcha shunaqa bir eshitgandim qaysidir efirda. Endi yangi ham emas u, shunaqaroq deb eshitdik biz ham. Atya har qalay ana 1-2 kun bo'lmaganda. Ha, endi Ozgina 1-2 kun yashalingan uy bo'lmagan, bo'lgan. lekin yangi ko'chilgan ekan, onalarini olib kelish uchun. Ha, shunaqa ekan, shunaqa. Endi u Koreya politsiyasi ani maksimum kirishmaganiga ham sabab bu hujjatda yoki davoyim yo'q uzattirib beringlar O'zbekistonga chiqaramiz deb mana davernisda bor deb turgan bo'lsa ham ular apur tapur bu tema bo'ldi yopilib ketadi deb o'ylanganda ketidan tushib. Javohir aka, O'shaning uchun 777 avaz haqida gapim bor deyapti. O'shaning uchun mana O'zbekiston nima ish qiladi? Mana bularni politsiyani qilgan xatosini aytib beraman. Xo'p, mayli, u sitor yozib berdi ham deylik. Davoyim yo'q, men olib chiqib ketaman deb yozib berdi ham deylik. No, все-таки baribirga ham politsiyasi ekspertizani zo'r qilib, xonalarni borib pechatlab, ertaga mana shunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin deb o'ylab, hamma narsasini naqd qilib arxivga tiqib qo'yish kerak edi. Bo'ldi, davoim yo'q deyaptimi? Keyin chiqarib yuborish kerak edi. Ertaga kimdir yana yo'q, davoim bor degan bo'lsa, ham bizni bilardik shunaqa bo'lishini turib, uni ko'rsatish kerak edi. Mana O'zbekistonning nimasi zo'r? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini farzandi o'tib qoladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Bo'ldi, hech kimni yaqinlashtirmaydi, hech kimni eshitmaydi. Bo'ldi, o'zini ishini qiladi ekspertiza, bo'ldi. Doim bor desa ham, doim yo'q desa ham chetga o'tib turing deydi. Onasi bo'lmasa, men doim yo'q, bo'ldi, men o'g'lim ko'mishim kerak desa ham to'xtab turing deydi, morgga olib borib tekshirtiradi. Mana O'zbekistonda o'shaning uchun oddiy mana kimdir mashinada gayida ana ustidan kulib qo'ygan bo'lsa, internetda bo'lsa, tez borib uzun suratda qo'yib qo'yishyapti-ku. To'g'rimi? Ko'chada buyantasi ushgan bo'lsa, bir kunda borib topib qo'yishyapti. O'zbekistondan zo'r ishlaydi, chunki o'sha kameralar O'zbekistonda ham bor. Hamma yoq kamera bo'yapti O'zbekistonda. Nafaqat radar, hamma yoq kamera. Bir degani topib tashyapti. O'sha sistema O'zbekistonda ham bor-da. Koreyada yana ham rivojlangan, to'g'ri. Lekin bular nimaga o'sha narsani aniq qilmayapti? Chunki ularni o'ziga o'sha ekspertizasida ham, o'sha politsiya korxonalarini pechatlash kerak edi. O'sha ishlarni qilishmaganda, o'shaning uchun ular ham ana qilib qoldi ozgina. Hozir ikkilanib cho'chib turibdi. Ertaga mana agar novostiga chiqib ketib qoladigan bo'lsa, bilmayman bular nima anaqa tutadi. Yo'l tutadi. Javohir aka, Black 3ta 7 ma'lumotim bor deyapti avaz haqida. Bu ma'lumot oldindan bo'lgan deyapti-da. Shuni bir ochib mayli, oldin bo'lgan bo'lsa, mayli, hozir oldin ham bo'lgan bo'lsa, oldingiz kerak emas. Adminlar eshitdi, shu ishda do'kkaningizda ochib yuborishadi. Javohir aka, Nozimani tomoq tikilgan joyini unda anaqa morgda tikilganmi yoki qanaqa anaqa kim tikkan uni demoqchiman. Morg qiladi baribir. Morgda tikilgan-a? Sud ekspertizasi agar bo'lgan bo'lsa, o'zini joyida qiladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Alloh rozi bo'lsin sizni qilayotgan ishlaringizdan. Rahmat aka. Biz ham boshidan beri kuzatyapmiz. Hozir ayolimni nimasidan yozyapman, gapiryapman. Barcha ishlaringizga Alloh rivoj bersin. Malades deyman sizlarga. Rahmat. Rahmat. Ana bu bitta savol meni o'ylantiryapti. Agar mana ishlar o'sha jarayon davom etayotganda dalillar yetishmovchiligi bo'lsa, qabrni ochishlari mumkinmi yoki yo'qmi? Albatta mumkin. Ochilishi mumkin deng. Javohir Bey, Assalomu alaykum Javohir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Javohir? Men boya ana turpo daraxt masalasi bo'yicha men kecha kirolmadim-da. Unaqani Nozimani oyoqlarida ham turpoqlar anaqasi bo'lgan, turpoqlar bo'lgan deyishdi-da. Men o'shanda o'yladimki, balkim ular o'ldirib ko'mishga emas, hali tirik holatida osib qo'yadigan anaqa bermoqchi bo'lishgan-ku. Fikr osib qo'ydi o'zini, чтобы jinoiy ish ochmaslik uchun. Balkim o'shanda ular olib chiqib osmoqchi bo'lishgandir. O'shatda balkim qattiq kurashishlar, babili bu odam anaqa beradi-yu, отказной reaksiya beradi-yu, противный reaksiya beradi-yu. O'shatda balkim kurashishlar bo'lgandir, o'shatda balki urushishlar bo'lgandir. O'shandan avazda oyoq kiyimlari ham loy bo'lgandir. Balki shundan daraxt mavzusi kelib chiqqandir degan fikrni boya men berdim. Hali tirik holatida, jon holatida bo'lganda. Keyin o'sha etga osisha olmagandan keyin majbur uyga olib kirib o'ldirishgan deb o'yladim. Chunki bularning o'zi asl maqsadi shu o'zini osib qo'ydi degan anaqani berish bo'lganda fikrni. Ben shunaqa deb o'yladim. Boya shunaqa fikrga keldim-da boya.
Bo'lishi mumkin. Adminlar eshitayotgan bo'lsanglar, jonimni jon ukasimanni ochib yuboringlar. Bo'lishi mumkin. To'g'ri, Bunaqa uka, ochmayotgan tarqamasdan. bo'lishi ham mumkin, Javob osib bergan qo'ymoqchi savolim bo'lishi. bor edi, qarang. Lekin To'g'ri, 2 soatdan beri bir qo'shin deb ana qildi. Adminlarga aytib qo'ying uka, bir mana shu guruhning faolimiz. bo'ldi, bilishadi sizni olib kulib yozishyapti, akani endi qo'shimiz. Ikkalasini 2 soatdan beri qo'limni ko'tarib, ikki qo'limni ham ko'targizib yubordi uka. Uzr. To'g'ri, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. To'xtab turing uka. Kechagi haligi mana Sitorani videosini kanalga qo'yilib, uka bir kun oldin bildimda, bugun mana prямой efirlarda ham boshqa profilim bor-da, meni o'zim atim. Bu o'g'lim atiniki. Feruza ham bitta prямой efirga kirib qolib turib, jicha gaplashdik bu yerdan bu yerdan. Men endi masalan anjoliyman, bo'layman deb gapirmadim, o'zim bildim. Prosta chiqib ketib qoldi u. Va siz ham trendga chiqib ketdingiz deb turib, biz ham endi hali nima deydi? Qanaqa qilib gapni surib olishni bilamiz, uka. Shuning uchun adminga aytib qo'ying, uka 2 soatdan beri mana shu qo'lim ikkovsini ham ko'tarib o'tirdim mana trassada, ishonavering. Bo'ldi. Eshityapti aka, galski yuborishdi, bo'ldi. Vechni ochuvsiz endi. Hop, shunda mana shu opani gaplariga javob berib olaylik. Bularniki savollar anaqa javob olib ketib qoldi. Anaqa Gizaxon opamiznikida. To'g'ri aytyapsiz. Unaqa variant bo'lishi ham mumkin. Ya'ni o'sha tashqarida janjal bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin lekin все-таки baribir ham qotillik uy ichida bo'lgan. Endi agar qotillik tashqarida bo'lgan desa, u sal nimaroq bo'lishi mumkindir. Nima desa bo'ladi? Chunki bu yerda odamlar bor, hamma bor, kameralar ko'rib turadi. Uy ichida kamera yo'q-da. Uy aynan ichida, xonadonning ichida. O'shaning uchun uy ichida ko'proq o'lgan bo'lishi mumkin. Sabab o'sha oyna shishalari bor, o'sha yuzida ham bor. Anaqani, Nozimani. O'shaning uchun biz katta ehtimol bilan bu uyda bo'lgan deyapmiz. Lekin siz aytganingiz u to'g'ri. Men xuddi shu fikrdaman. Bular skoriy oldin tashqarida ham urushgan bo'lishligi mumkin, lekin aniq emas, mumkin. O'shaning uchun lekin aniq tashqarida o'ldirilmagan deb hisoblayman, shaxsiy fikrim. Uyda o'ldirilgan deb hisoblayman. To'g'ri, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Men sizga men aytmoqchi bo'lganim hozirgi endi ish bo'yicha endi bu jinoyat deyish hali aniq isbotini topgandan keyin jinoyat va jinoyatchi deyiladi. Men ham endi jurnalistikada o'qiganman. Kimgadir xolis sifatida biror nimani aytsangiz, avvaldan unga anaqa qo'yishga baravar bo'lib qoladi. Shuning uchun men jurnalistikada o'qiganmisiz? Jurnalistikada o'qiganman, Milliy universitetda. Milliy universitetdami? Nechinchi yil bitirgansiz? 13-17. 13-17 bitirgan bo'lsangiz, unda men sizni tanishim kerak. Sirojiddin O'sarov, Islom Karabayevlar bilan birga o'qiganmiz. Nasriddin Baxtiyor. Ma'ruf Jumayev bor. Abror Muxtor Ali. Endi ular anaqada edi, Yevro anaqada edi ular. Oldin o'sha bitta fakultetda o'qiganmiz. Sizga topgan odamlar Abror Muxtor Ali hammamiz bitta fakultetda o'qiganmiz. Shunaqa. Oldin u qora qamishli glavnida bo'lardi-yu. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Kichkina chorraxona oldi. Keyin yangi zdaniya qurilganda, oxirgi o'sha 4-kurs paytimizda yangi zdaniya qurildi-da. To'g'ri. Hali texda orqa tarafida voyenniy kafedraning yonida zdaniya qurishgandi, falsafa bilan birga. Shunaqa to'g'ri aytasiz. Endi men aytmoqchi bo'lgan narsam, endi bu sud prosesslariga misol uchun boradi. Endi o'zim ham borganman, televideniyada ishlaganimda. Sud proseslarini yoritayotgan holatida, misol uchun tergov holatlarida, ayrimlarida surishtiruvdan ma'lumot olgani borsangiz, ma'lumotlar uncha-munchaga berilmaydi. Uni siz ham bilasiz. Mutaxassis sifatida. Bilasizki, qaysidir yo'llar orqali eshitasiz yoki u norasmiy manbalar orqali eshitasiz-da, lekin jinoyatchi deb yoki bo'lmasa gumonlanuvchi deb turgan odam qolib, umuman boshqa odam aybdor bo'lib chiqqan holatlarda guvoh bo'lgansiz. Albatta. Hozirgi vaziyatda men misol uchun bu yerda endi u avazga nisbatan endi qonuniy qaraydigan bo'lsak, u jinoyatni misol uchun yashirganlikda yoki kimgadir sha'nini, obro'sizlantirish, bu fuqarolik kodeksi 20-21 moddalarida adashmasam. Endi u bo'yicha statiya qo'yish mumkindir.
Lekin hozir bu yerda umuman gumonlanuvchilar qolib, boshqa jinoyatchilar chiqib kelish ehtimoli qanchalik yuqori deb o'ylaysiz? Bizdagi ma'lumotlar bo'yicha qarang, mana bunaqa narsa bo'lyapti. Bu 3 ta odam bu yerda aniq bor. Bular 100% bilishadi. Sababi chunki kameraga tushishgan, o'likni tashishgan. O'zingiz o'ylang, jasadni o'z qo'li bilan tashiyotgan odamlar u sama-saboy bo'ldi, u ishga aloqador. Savob ish bo'ladimi, gunoh ish bo'ladimi, jinoyat bo'ladimi, bo'ldi, u o'lik tashyapti u. Bo'ldi, u narsa kamera politsiya tomonidan tasdiqlangan. Doktorga olib boryaptimi, boshqa narsa qilyaptimi, bo'ldi, ular bor hammasi. Endi bizga qolgan boshqa kadrlarni ko'rsatishmayapti. Misol uchun, mana Nozima aynan o'lgan vaqti bor-ku, o'sha vaqtidan boshlab mana uydan o'sha o'likni olib chiqib ketilayotgan kadrlarni ko'rshatyapti. 1dan 19 minut o'tgan vaqtdan boshlanyapti-da. Biz aytyapmizki, yo'q, undan oldin ham bergan deyapmiz. Undan oldingi kadrlarni ham bersang, bu xonadonga o'zi undan oldin kimlar kirgan? Mana o'sha narsani bilishimiz kerak. Hozir bular aytyaptiki, yo'q, mana Sherzodni bu yerda aybi yo'q-ku. Bu mana keyin kiryapti-ku, deyapti. Yo'q, undan oldin o'lgan bo'lsa-chi deyapmiz. Tushunasizmi? Undan oldin balki o'rib turib keyin chiqib ketib qolgan bo'lishi ham mumkin-ku. O'shaning uchun. Xo'p, bundan tashqari u xonadonga xuddi siz aytganingizdek boshqa odam kirgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni ayol kishi. Yoki deb yana boshqa который biz bilmaydigan odam. O'shani biz bilishimiz uchun bu bolalarni biz o'zimiz jurnalist surishtiruv qilyapmiz. Bu bola o'zi tilidan yeyapti. Nimadir narsalarni bekityapti. Aybi odam bo'ldi, davay mana deydi. Kelib o'zi men o'zim ochishga qarashaman. Men o'zim ariza yozaman. Menga tuhmat bo'lyapti, davay kamerani ochlaring. Davay men bolani sudga bergin bo'lmasa deb aytgan bo'ladi. Bular unaqa ham qilmayapti. Endi politsiyaga biz aytyapmizki, bizga palon vaqtgacha bo'lgan kadrlarni bergin bizga desa, bo'ldi deyapti, u vaqtlarni ko'rsatmayapti. Nega? Hozir sen prokuraturasan, to'yiz politsiyasan, seni shu vakolating bemalol bor, imkoniyating bor bu narsani ochishga. Hozir ochib ko'rsatib bersa, o'sha bular do'diryapti, ko'rsatmayapti. Nimagaki? Chunki biz aytgan vaqtni so'raymiz. Agar biz aytgan vaqtdan to o'sha biz aytgan oxirgi vaqtgacha ko'rsatadigan bo'lsa, politsiya ishlamaganligi ham kelib chiqadi bu yerda. O'sha narsadan bular cho'chyapti. Bular faqat bu jinoyatchilarni bekitish emas, ularga umuman qiziq emas. Do'ppitor kelgan payti kerak bo'lsa ularni ham chopib yuboradi. Men yaqin jurnalisti bo'ladimi, blogeri bo'ladimi, o'zingiz bilasiz-ku, mana MVD bilan ishlagansiz, baribir o'z jurnalist sifatida. Unaqa paytda militsiyalar shuni chopib yuboradi. Shuni chopib yuboradi. Bo'ldi, do'ppitor keldi. Hozir biz vazirlikdan gap eshitamiz deydi, chopib yuboradi eng yaqin o'rtog'ini ham. Bular hozir bularni yonini olyapti emas, bular o'zini yonini olyapti, o'zini himoya qilyapti. Chunki politsiya o'zini ishini mukammal darajada bajarmagan. Kelgan bo'lishi mumkin, bir robitadan rasmga olib ketgan bo'lishi mumkin, lekin oxirgacha ishini qilmagan. O'shaning uchun politsiya bermayapti. Siz bu savolimizdan bu javobdan kelib chiqadiki, siz aytayotgan yana bir ikkita qancha shaxslar bo'lishi mumkin. Ayol kishi bo'lishi ham mumkin ularning orasida. O'shaning uchun biz bu narsani aniq bilishimiz uchun, yo'q, mana bu guvoh bolalar, o'lik tashigan bolalarni o'zi aytib berish kerak. Tergov jarayonida yoki o'sha kamerani bizga ko'rsatish kerak va bu kamera aniq ko'rsatiladi. Chunki advokat aniq-tiniq palon vaqtdan, palon kundan, palon kungacha bo'lgan narsani bergan deb o'sha zapros tashlagan va bular o'sha majbur beradi. Endi uni qanaqa qilib beradi? Misol bilan Nozim birinchi berayotgan kadrligi go'yoki uni bizga ishontirishmoqchi bo'lishyaptiki, bu Nozima ekanligini bizga ishontirishmoqchi bo'lishyapti. Bu yerda politsiya ham o'yin qilyapti-da. Imенно o'sha Nozimani yuzi ko'rinadigan joyga kamerani soat, vaqt, sekundlari bo'ladi-ku. O'shanaqa narsani katta qilib qo'yib qo'yishgan. Uni tepaga qo'yib qo'yishgan. Nozimani yuziga tushib turibdi. U narsani olish kerak. U narsa usiz ko'rsat bizga deyapmiz-da, yo'q, usiz ko'rsata olmayapti. Keyin o'yin qilyapti. Boshidagi kadr, ya'ni Nozima liftga chiqib, uyiga kirib ketayotgan vaqtida kamerani bitta tomoni ishlayapti-da. Endi aytamiz, ikkinchi tomon, ikkinchi rakursdan ko'rsatsa endi deyapmiz, biz aniq shu Nozimami yo'qmi ayta olamiz. Nozimani yuziga qarab turgan kamera ham bor. Endi o'shani ham ochgin desa, uni ochmayapti. Endi bu kadrga qaraymiz deyapti-da. O'likni olib chiqib ketishyapti. O'lik olib chiqib ketilganda, imенно boyi bizga kerak bo'lgan rakursdagi kamera u ishlayapti, uni ochib berishyapti. Unda aniq Nozima ko'rinyapti. Bu aniq o'sha o'likni ko'rsatishyapti bizga. Biz aytamiz, hozir mana shu kamerani mana ko'rsatding-ku, mana shu rakursligini 20 sekund oldingi, to'g'ri 2 minut oldingi aniq jarayonni ko'rsatgan. Faqat mana shu kameradan desa, ular ko'rsatib bera olmayapti. Bo'ldi, advokat orqali yozinglar, biz taqdim qilamiz deyapti. Politsiya bu yerda kutyaptiki, onaxon bo'ldi, hozir keladi, buni luq qilamiz, go'yoki mana bunaqa hech narsani tushunmaydi, qo'l qo'ydiramiz, davoim yo'q degan narsa o'zini anaqa qo'ramiz, jo'natib yuboramiz, shu bilan ish yopta bo'lib ketadi deb o'yladi. U hozir ham bular shu fikrda. Qani bir kun kutaylik, 2 kun kutaylik deb. Onaxon 6 oy bo'lsa 6 oy, 6 yil bo'lsa 6 yil, toki bilan jinoyat ochilmaguncha bo'ldi, men mana shu yerda qoldim deyapti. Bu narsalar bab tegib kelib chiqadi.
ustidan Xuddi yozilsa shunaqa yozilsa Koreyada qonunida shunaqa narsa borki, sud protsessiga u onaxonga ya'ni J1 vizani 6 ta turi borda. Men Koreyada bo'lganman. Ya'ni судебный sud proses jarayonida qatnashish yonaqa uchun 3 yilgacha viza beradi. Bu narsani bemalol agarda sud anaqasidan qoniqish cho'zdira oladi. hosil qilinmasa, keyin bu Nozman onasi unaqa viza qilib beradi Koreya migratsiyasi tomonidan. Bu narsa endi advokat juda yaxshi biladi buni. Agarda viza masalasi, ya'ni sroging yetib keldi yoki u narsa bu tomonlama misol uchun xavflar tug'iladigan bo'lsa, qonunchiligi, Koreya qonunchiligi, endi men ham bir ikkita tanishlarning oldiga migratsiyaga misol uchun tarjima yoki ularga yordam berish uchun viza masalasida kirib chiqqan joylarim bo'lgan. Va o'sha J1 vizasini o'sha 6 ta etapi borligi va uni nima-nimada berilishida o'zim so'rab bilgan holatlarim bor. Olgan odamlar ham bor, endi yordamlashganim. Endi bu misol uchun sud protsessida xuddi shunaqa narsa ketayotganda J1 vizani sud jarayonlarida ishtirok etish yoki sudda oydinlik guvoh sifatida qatnashish, uni ham o'zini turlari bor. Endi men yana bir narsa aytmoqchi bo'lganim, Avazbekda bundan oldin, ya'ni hozirgi vaziyat bo'yicha savolim berib bo'ldim. Bundan oldingi Samat bilan bo'lgan, ya'ni o'sha qozog'istonlik bloger bilan bularni tortishib qolishgani, ularni ehsoni, sen menimcha pul yig'gansan, lekin menimcha qismi yo'q, yo boshqa degan u ancha juda katta tema bo'lgan edi. Ancha oldin. Keyin Kimxe shahrida, ya'ni O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan jo'natilmagan imom, u narsa ovozlilarini ham eshitgansiz, albatta, menimcha. Qo'ydik, kanalga qo'yganmiz u narsani. Men o'sha davrda Koreyada bo'lganman. O'sha davrda 2025-yil sentyabr oyigacha men Koreyada magistraturada o'qiganman. Doktorantura o'qib, O'zbekistonga dissertatsiya bosqichi davrida qaytganman. Shu jarayonda Avaz bilan bir emas, ko'p holatlar bo'lgan. Endi bu narsalar ham ochiqlanadimi? Yana yulduzli onlami? Qanaqadir bir kanal yuritadigan bola bor edi. U bilan ham xuddi shunaqa tortishuvlar bo'lgan. Keyin Koreya musofirlar nomer 1 degan bitta qarshi bola bor edi. Ixtiyor. Ixtiyormi, anaqasi esimda yo'q. Shu bola ham keyin unga Avaz bilan qanchadir mobaynida ular o'rtasida konflikt kelib chiqqan. Bu davr mobaynida men o'zim o'sha payt Instagramda kuzatib turgan vaqtlarimda bo'lgan. Endi bu masalalar ham yuzaga chiqadimi yoki faqat hozir mana shu jinoyat bo'yicha, mana shu ish bo'yicha ketiladimi? Tushundim sizni, rahmat savolingiz uchun. Birinchi o'rinda nozma masalasi. Ehson masalasi o'sha oydinlik kiritildi, o'sha bo'ldi. Odamlar o'sha ko'zi ochildi. Pul qayerga ketayotganini ham odamlar bildi. O'sha pul uncha odam bermaydi ham. Endi odamlarning o'zini ixtiyori. Biz shunchaki o'sha haqiqatni topib chiqib qo'ydik. Nechta uyoqyapti, nima qilyapti, nima qo'yyapti, hamma narsasini olib chiqib qo'ydik. Chiqib ishlamaydigan odam, agar yoki ehsondan pul o'marmaydigan odam da qo'sha uylar ola olmaydi umuman. Lekin shuncha odamlarni mana sotib olishyapti, nechtasini sotib olishga harakat qilishdi. Misol nechta akkauntlarni uzlom qilishdi. Bitta akkauntni uzlom qilish o'zingiz bilasiz, mana jurnalist ekansiz, u katta pul turadi. Bu o'zi emasda, bitta akkauntni uzlom qilib olish simbolik, u juda seriyozli odamlarga chiqilinadi. Demak, bitta katta pul o'ynayapti. Demak, mana shundan tushunishimiz mumkinki, u qatdan hech qayerda ishlamaydigan bo'lsa, kimdir aytadiki, restorani bor deydi. Hop, o'sha restoran qatdan keldi misolda, to'g'ri, birovning cho'ntagini hisoblash emas, gap bitta birovning cho'ntagida emas-da. Gap bitta bizani pul. Chunki men ham pul tashaganman, boshqalar ham pul tashagan. Xalq puli. Shaxsan ham biz o'zimizning pulimizni talab qilyapmiz, qayerga ketayotganini bilmaymiz. Endi savolingizga aniq-tiniq qilib javob beradigan bo'lsam, birinchi nozmani masalasi ko'tariladi. Hozirgi shu o'rinda biz Avaz hisob raqamiga biz o'sha paytda pul o'tkazganmiz. U pullar qayerga ketyapti, nima qilyapti, hamma narsasini ustidan yozib berganmiz. Qani men bergan shuncha pul, mana masalan Amerikadan pul o'tkazganman yoki kimdir aytadi, men Rossiyadan pul o'tkazganman, men Koreyadan pul o'tkazganman, shu odamga ehsonga deb tekshirlaring, meni pulim boshqa yoqqa ketib qolibdi degan ariza tushgan bu Avaz ustidan. Endi bu ish bo'yicha polni kartalarni ham tekshiriladi. Hozirgi kunda balki o'sha tekshirish boshlanib bo'lgandir ham. Qayerga o'ngga chapga ketyaptimi, qayerga O'zbekistonga nechta pul yuboryapti, tushunyapsizlar?
ana o'sha narsalarga oydinlik kiritiladi. Sammesidan ketyapti, lekin urg'u baribir ham nimaga berilgan? Nozimani o'limiga qaratilgan. Eng katta urg'u. Shu. Buni haligi Assalomu alaykum. Men Zohirbek savol bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu Birinchi alaykum. marta kanalingizga kirdim. Va alaykum assalom. Bir aka aytib qoluvdilar. Nozimani qabri ochiladimi deganga izohlab ozgina aytmoqchi edim. O'zbekiston Respublikasi protsessual kodekslarida, jinoyat protsessual kodekslarida keltirilganki, ya'ni tergovchi tomonidan yoki surishtiruvchi tomonidan materiallar yetishmasa, jinoyatni ochiqlantirish uchun albatta prokuror proses keltirib, iltimosnoma kiritib, sudya tomonidan ajrim qilinadi yoki uni eksgumatsiya qilinishi, ya'ni qabri ochilishi, eksgumatsiya qilinishiga ruxsat beriladi yoki bo'lmasa rad etish to'g'risida ajrim chiqaradigan bu O'zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi keltirilgan moddalar jinoyat protsessual tartibda. Endi savolim sizga, o'zi bu temani kuzatmay qoldim, ayrim sabablarga ko'ra 2 haftacha ko'rmay qoldim, o'shaning uchun tushunmasam, noto'g'ri tushunmay, kuzatmay qo'yganim uchun savolim bor. Bitta o'sha kuzatganlarim paytida savol tug'ilgan edi. Taqqat yurisprudensiyani yaxshi tushunganim uchun savolim tabiiyki yuridik sohadan kelib chiqib beraman. O'sha qizni o'lganida men sanadim videoda 17 kishi yuvdi. Ana bola bilan Avaz degan bola olib bordi, o'zini anaqa yuvadigan g'assollarning oldiga olib borib sanadim. Bittalab 17 dan было человек, 17 kishi yuvdi. Lekin meni tushunmagan joyim, nimaga u qizni shuncha sinyaklari, ya'ni jabrlangan joylari bo'lib turib, unga shunchalik zarar yetkazilganligi, tan jarohatlarini ko'rib bilib turib, o'sha yerdagi 17 kishi yetmagan. To uni guruh ichiga so'yotgan, ya'ni o'sha O'zbekistonga jo'natguncha o'shandagi sinyaklari etilmagan. Bu birinchisi. Ikkinchidan, u ana o'likxonaga, ya'ni morgga borib uni tikkan. Agar bilishimcha o'sha yerda morgda, Koreyani morgiga olib borganda, agar xato gapirayotgan bo'lsam, to'g'rilanglar, chunki 2 haftadan beri ko'rmayman bu mavzuni. To'g'ri ketasiz. Mabodo adashib qolsam, lekin men ko'rdim o'sha videoda bo'ynidan tikilgan edi qiz. U ko'rilganda, значит, sinyaklari koreys tilida bayonnomasida, ya'ni ularga berilgan aktda qo'lidagi dalolatnomasida bo'lishi kerak, biriktirilgan bo'lishi kerak. Tan jarohati kirgizilgan bo'lishi kerak. Bu butun dunyoda etiladigan narsa-da, u jinoyatini просто так ko'z yumib ketiladigan narsa. Nimaga shu nuqtalarda, shu detallarga, ya'ni kerakli argumentlarga fokus qaratilmagan? Rakursni nimagadir Avaz degan bloger qatlargadir fantaziya qilib olib borilayotgan paytda konkret argumentlarga, ya'ni o'sha tan jarohatlarini ro'yxatga olinmagan, ko'rsatilmagan, jinoyat ochilmagan. Men shularni tushunmadim. Shu ikkita savolimga javob bering, iltimos. Rahmat. Xo'p, rahmat savolingiz uchun. Xo'p, birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsak, ya'ni siz o'sha sanagansiz, erta yuvish uchun kelgan fuqarolarning soni 17 ta. Xo'p, endi to'g'ri, juda ham to'g'ri aytdingiz. Bu narsani endi biz 17 taligini sanamadik-ku, lekin ko'pchiligiga e'tibor berdik. Biz juda ham ko'p yo'qchilar bilan, o'sha yerga qatnashgan qizlar bilan har bittasi bilan alohida gaplashganimizda quyidagilar ma'lum bo'ldiki, ya'ni bu yuvishga kelgan fuqarolarni hammasi ham ichkariga kirib yuvmagan. Ichkariga kirib yuvganlar juda ham sanoqli, 5-6 dona odamlar bo'lgan. 5-6 ta yuvgan odamlarning ko'pi o'sha Avaz tomonlar. Orasida bor yo'g'i 2 tasi u xolis odamlar kirgan. O'sha 2 tasidan ikkalovi ham bizga hammasini aytgan. Mana shunaqa deb. Lekin aytgan bo'lgani bilan ham o'sha anchadan keyin aytgan. Endi qizlar ham nima uchun keyin aytganini sabablarini tushuntirishdi. Biz o'ylagandik, bo'ldi, bu yerda qonuniy hamma anaqasi bor, qonuniy vakili bor, ya'ni o'sha doверенность qilib bergan odam bor. Buni o'zi shu narsalarni aytgan deb biz o'likni ko'rib, o'zi qo'rqib turdik. Birinchi marta kirishimiz edi. Biz yurdik, haqiqatda ko'rganmiz, uni hamma ko'rdi. Bu bo'yicha endi o'sha politsiya o'zi shundoq ishlayapti deb biz shunaqa narsa deb tushunganmiz. O'sha ko'ngil bo'lgandan keyin bildik, siz videolaringizni ko'ryapmiz, reski sizga aytyapmiz. Ha, mana shunaqa uni o'sha setora etish kerak edi-ku deb keyin biz ham chiqdik deb aytishyapti. O'shaning uchun men aytdik, ikkita qizni ayblamayman, chunki ular ham hamma ish qonuniy ketyapti. Bu yerda Koreyani qonunchiligi zo'r ishlaydi. Shuncha narsani, tim bo'lib bizga ko'rgan e'tibor politsiya beradi-ku. O'sha narsani ham baribir ko'rgan deb ular ishonishgan politsiyaga ham. Keyin reski biz bu yoqda bunaqa videolar chiqarayotganimizdan keyin to'xtab tur deyishyapti-da, bularni o'ziga ham kerak bo'lsa possolstvoga borib, o'sha ikkita qizni o'zi ham borib yozib kelishgan. Biz mana shunaqa qatnashganmiz. Mana bunaqa holat bo'lyapti deb yozib berishgan.
Hop, endi ikkinchi savolingiz nima edi? Men ozgina chalib qoldim. Ikkinchi savolim Aktda anaqasidan bayon qilinmagan hammasi bayonnomada deb aytishyapti. morgga borgan edi. То есть morgga borganda registratsiyasida o'sha yerda yozish kerak hujjatlarida tan jarohatlari, qatta sinyaklari bor, qancha tan jarohati. Bu argument hisoblanadi. Delo nimaga ochishmagan? Jinoyatligini bilib turishibdi. Когда uni o'sha morgda qirqishayotganida, uni ochayotganida tanasini. Albatta, morgda musobaqani ochilmasidan oldin ham hattoki fotosuratga olinadi. Ochilgandan keyin ham olinadi. Ichidagi organizmlar ham rasmga olinadi. Keyin organizmni qaysi organizmni olyapti, keyin o'sha organizmga nima ukolda qilyapti, ya'ni o'sha hidlanib ketib qolmaslik uchun o'zini yuboradigan kimiyasi bo'lsa, o'shansini yuboryapti, o'sha organlarini. Hamma narsasini rasmlarga olish kerak bo'lgan. O'sha narsalarni bizni taqdim qilinglar deb politsiyadan biz so'raganmiz. Ya'ni do posti videolarni bergan morgdagi do posti ochilishidan oldin, ochilishidan keyingi anaqa nimalarni so'raganimizda politsiya bizga bera olmagan.